Sotuvda 2008-yilda ishlab chiqarilgan Belarus 82 ta Radnoydan qo'yib chiqarib yuboramiz. Videoga bitta like bosib qo'ysizlar. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida ishga soz holatda turibdi. Motorda rasxodlar yo'q, ko'jlar yorilmagan, zatnimoz korobkalar ochilmagan, g'ipayt turgandan bo'ladi. Uchala bo'lalari ham yangi bo'ladi. Hattoki o'zini polovozda turgandan bo'ladi. Bun narxiga kelsak, 115 million kam bor. Akamiz nomerlar yozilgan, albatta kam bor. Ko'rib ko'rasizlar. Qishloq xo'jaliklari ishlaydi, zatnimoz korobkada ovoz yo'q, kabina holatlari ham chirib ketmagan, bu yerlari butun, o'zini radnoy holatda turibdi, ko'rsatib qo'yasiz. Ikkala tomonini ham. Texnikamizda yili 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Bu tomon balonlarini ham, polovozlarini ham ko'rsatamiz. Balonlari yangi holatida. Ko'rib turibsizlar, mana hali kulish tegmagan. Soz holatida texnikamiz ochilmagan. 2008-yilda ishlab chiqarilgan texnikamiz bir qo'l minilgan. Shu takamiz minishgan. Ko'rib ko'rasizlar, motor holatlarini ham rasxodi yo'q umuman. Hattoki o'sha o'zini setkasida turibdi mana. O'sha rezin to'siqchi bor-ku. Oldi balon holatlarini ham ko'rsatamiz. Dokumentlarida muammo yo'q, srazna mlaringa o'tiradi, rasxod muammosi yo'q olan texnikamiz. Shuni ham borib ishlataverasizlar. Ish holatlari ham juda ham soz holatda. Texnikamiz ko'rib turibsizlar, ichki salon holatlari ham urinib netib ketmaganidan bo'ladi. Ish holatlari ham sozdan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Shunday radnoy texnika qidirib yurgan akalarimiz, bitta like bosib qo'yasizlar, texnika qidirib yurgan akalarimizni jo'natib qo'yasizlar. Shu texnikamizni yurgizib, shu yerda o'zida sizlar uchun sinab ko'rsatib beramiz. Albatta videoga bitta like bosib, esdan chiqmasin. Texnikamiz yurgizdik, ko'rib turibsizlar, ishga soz holatida. Zatnimoz, motor, korobkalarda ovoz yo'q-da, motor holatlari ham juda tekislab turibdi. Gaz ko'tarishlari ham juda tekis, motorda holatlari ham yaxshi holatda. Qishloq xo'jaligini ham statistiklarga ko'rsatib qo'yamiz. Qishloq xo'jaliklari ishlab turibdi. Uchiravering. Kalla buni kabina holatlari ham chirmagan. Ko'rib turibsizlar, zavod o'zini holatida mana.